Do'stlar, mana non kop nima deyapti, ko'rdinglarmi? Keyingi kaltakni yeydigani mana bu Bek Zufar bo'ladi. Nega? Tinimsiz Marsel. Marselga ham misol o'zbek auditoriya qiziq, u ham atvet qilaveradi. Voy, biz 20 tadan oshiq jang o'tkazib, nafaqat men, uncha prof bayeslar o'ylanadi, chunki bazasi bor. Esenga tanigan sportsmen Marsel. 30 tadan oshiq победный seriya mag'lubiyatga uchramagan. Bu esa biror marta lyubitelskida chiqmay, o'shaman. Maksimum hayoting davomida erisha oladigan narsa mana shu qizlar bilan kontent qilish. Boshqa narsa qilganingni shu paytgacha ko'rmadim ham. Bundan keyin ham ko'rmay qo'ya qolaylik, iltimos. Mana shu urushdan oldin Odilxonga atvet qaytarishdan oldin urusha olamanmi, jang qila olamanmi degan мнение bilan javob qaytardi. Kerak emas tish olish. Sog' bo'linglar. Odilxon, sen g'alatiroq bo'lamassan. Sen o'zbek bo'lib o'zimizga ham osilib qo'yar ekansan. Sen o'zi gapirishim hojati yo'q, o'zi hamma biladi qanaqaligingni. Non kabob. Faqat chichib yurasan. Oxirgi bo'yingda ham kuvpanda qilib yuborgan boksda. Urib tepib, sharmanda qilib. Agar rostdan mana shu gapirsang, deysiz qiladigan bo'lsang, chiq, seni urib qo'yaman shu boksda. Men senga haqiqiy boks qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Boksga bo'lgan hurmatingni normalni ko'tarib qo'yaman. Tente, endi menga qara, Odilxon gapni ko'paytirmadi. Marsel meni vizipimni qabul qilib, menga atvet qilib chiqaman deganiga ko'ting achishib ketdimi? Xavotir olma, sendaqalarning ko'pini ko'ti yonib yotibdi hozir. Agar sen slivatsa qilib gapirib qo'yib ketaman desang, meni vaqtimni olma. Menga u vizip ham qilma. Agar rostdan urushaman, sen urib qo'yaman. Men debyutantman. Mana shunaqa opitim yo'q, lekin seni chiqib kallangni ikkiga ayirib yuboraman, sha. Sen menga slabый соперникsan. Agar rostdan urushga aqling yetsa, duxing yetsa, shuncha odamning oldida katta gapiryapsan. Senga gapirishim hayp o'zi, gapirmayman dedim. Mayli, gapirib qo'y. Men hozir gapirgan gaplarning hammasini ring ichida eslatib qo'yaman. Mana Shohjahon akanning sviyazi bor senga, All Star'da urushding. Boksdan chiqib men senga ko'rsatib qo'yaman, tang'iratib yuboraman. Agar aqling yetsa, oxirgi bo'yini Kamil bilan ham vashi shasha qilib yuborish. Xohlasa Kamilni ham billa ol, Marselini ham ol, birga uchalangki navbat-navbatda hammani urib qo'yaman. Xo'p, valdir qilmada deysizlarda ko'rsat. Qani shuncha odamning ichida katta gapirdim. Bitta deysizlarda ko'rsatchi. Akalama Odilxon menga video qildi-yu, javob qildim Odilxonga, non kavobga. Qaranglar, shunga kommentariyamga kirib, laychalar Odilxon urib qo'yadi, unaqa. Bir qo'limda urib qo'yaman Odilxonni. Akalama aytib qo'yinglar. Normalniy odam bilan hech urushganmi u? Normalniy odam bilan men shundan kelinglar. Dostoyniy soperniga mana men bo'laman, agar men bilan urushsa, maqtanib yuradi, Bek Zufar bilan urushganman deb. Keyin Marsel deyatuvdilar. Qani Marselinglar meni ishonganinglar? Yo'q, topishmoq. Chiqsami, любой hype nomatmi любойda mana kubachkada любой payt chiqsan aloqaga sirrazi gaz. Mana gap og'izdan ketdimi? Yo'q endi o'sha. Mana Odilxon ham shunaqa, yo slivatsa qiladi, yo duxuni beradi, yo sadimi. Agar oxirigacha borsa, mana shu o'zi urushib yuradigan All Star'da urushib qo'yaman men. Kontrakt uchun xot zavtr urushib qo'yaman, ishoninglar. Ertaga ham urib qo'yaman Odilxoninglar. Jo'natib qo'yinglar Odilxonga, aytinglar, aqli yetsa chiqsin, aqli yetmasa valdir qilmasin. Hop. Billet. Bitta qo'lim bilan urib qo'yaman, u bolani.